Assalomu alaykum gruppamiz a'zolari. Mana xudo xolasa keyingi obyektimiz bitish arafasida. Xudo xolasa rekalari hamma yo'g'i ko'tarilib, rekalarigacha qatirildi. Ertaman xudo xolasa inshaalloh tunikasini qatiramiz. Xudo xolasa 10 metrli firma bo'ldi. Xorimiz 6,5 metr. Bez ustun ko'rib turgan bo'lsanglar, 6,5 metr xori. Balandligi 4,5 metr. Firmamiz 10 metr, 6,5 metr. Xorimiz balandligi 4,5 metr. Bir sikatli bo'ldi. Magazin bo'lar ekan bu yer mana. Xudo xolasa. Xoridan tashqari mana shapkamiz toza 2,5 metr shapka chiqdi. Xoridan tashqari mana shapka. Oldiga tarnovlari bo'ladi, siliflari. 2,5 metr bez ustun shapka chiqdi. Mana orqa tomonimiz ko'rib turgan bo'lsanglar. Ustun xorilar. Doimgidek konteyner material. Doimgidek konteyner material. Xizmat bo'lsa aytaverasizlar, xudo xolasa. Bu ishimiz xudo xolasa Vodil sentrida bo'ldi. Vodilni sentrida bo'ldi. Joyizga qarab hisob-kitob qilinaveradi. Tunikalarini ertaga xudo xolasa ertamanda yopib beramiz. Bugun ulgumadik. Ustun xorilari ham shiviller, asosiy shivillari konteynerdagi. Tepalarimiz konteyner lisidan ugonniy profil bo'lib chiqqan materiallarimizdan firma holati. Mana kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa aloqadamiz, xudo xolasa xizmatdamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.